Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Dasturlash fanidan kelasi mavzuimiz bu bir o'lchovli massivlar. Ma'ruzamiz rejasi bilan tanishib o'tamiz. Massiv tavsifi, massivni e'lon qilish, massiv elementlarga murojaat qilish, massivni initsializatsiya qilish, massiv ustida asosiy amallar hamda xulosa qismlaridan iborat. Bir o'lchovli sonli massivlar. C++ dasturlash tilida murakkab toifalarga massivlar, fayllar, yozuvlar, to'plamlar va dinamik obyektlar kiradi. Shulardan biri muntazam qo'llaniladigan toifa bu massivlardir. Matematika, iqtisod va informatika fanlarida ma'lumotlarning tartiblashgan to'plamlari bilan, masalan, sonlar ketma-ketligi, jadvallar, familiyalar ro'yxati bilan ish olib borishga to'g'ri keladi. Bunda odatda har bir to'plamga bir xil toifadagi qiymatlar yig'iladi. C++ tilida ana shunday ma'lumotlar ustida amallar bajarish uchun massiv tushunchasi kiritilgan. Massiv bu bir toifadagi ma'lumotlarning tartiblangan chekli ketma-ketligi hisoblanadi. Massivlar simvolik nom bilan ifodalanadi, ya'ni massiv nomi ham xuddi o'zgaruvchi nomiga o'xshab identifikator bo'lishi lozim. Massivga kiruvchi ma'lumot uning elementlari deb yuritiladi va u massiv nomi va indeksi bilan belgilanadi. Elementlar indekslari bo'yicha tartiblangan. Masalan, 1 dan 10 gacha butun sonlar ketma-ketligi berilgan bo'lsin. Bu ketma-ketlikni massiv sifatida qarashimiz mumkin. Bir o'lchovli massivni e'lon qilish. Massivlar bir nom bilan belgilanadi va elementlari bir-biridan indeks orqali farqlanadi. Massivni tavsiflash quyidagicha aniqlanadi. Avval massiv elementlari toifasi, ya'ni tip, undan keyin o'zgaruvchi nomi, ya'ni massiv nomi berilishi lozim. Keyin to'rtburchak qovus ichida uning elementlar soni beriladi. Masalan, int array 10. Bu yerda array massiv nomi hisoblanadi, int elementlarning toifasi hisoblanadi, 10 esa elementlar soni hisoblanadi. Bu yerda massiv elementlari 0 dan 9 gacha indekslanadi. Massivni e'lon qilish. Buni biz konstant orqali ham yoki qandaydir qiymat bilan ham e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi. Quyidagi misolimizda 4 xil massiv e'lon qilingan. Birinchi massivimiz butun sonlardan iborat bo'lgan values nomli massiv, u 100 ta elementga ega. Keyingisi haqiqiy sonlardan iborat mass nomli massiv. U max size, ya'ni yuqoridagi 20 ga teng bo'lgan konstant orqali e'lon qilingan. Keyingisi short int toifadagi a massiv. Uning elementlar soni max size'dan, ya'ni 50 dan 2 baravarga ko'p. Keyingi massivimiz char, ya'ni simvol toifadagi massivimiz, nomi s. Uning elementlar soni esa max length, ya'ni 50 ga 1 ni qo'shganimiz bilan ifodalanadi. Massiv elementlarini indekslash. Massivning barcha elementlari 0 dan boshlab indekslanadi. Masalan, 5 ta elementli butun sonlardan iborat bo'lgan massiv berilgan bo'lsin. Massivning elementlari xotirada ketma-ket birin-ketin joylashadi. Massiv elementiga murojaat qilish uchun uning nomeri, ya'ni indeks orqali murojaat qilish zarur bo'ladi. Indeks elementning tartiblangan ketma-ketlikdagi o'rnini bildiradi va u to'rtburchak qavs ichida ko'rsatiladi. Masalan, A1 yoki B10, A4 va hokazo. Ixtiyoriy massiv nomi va to'rtburchak qavs ichida indeks orqali massiv elementiga murojaat qilishni amalga oshirishimiz mumkin. Umumiy holatda AI yoki BJ deya ko'rsatilishi mumkin. C++ da massiv indekslari 0 dan boshlanadi. Massivni initsializatsiya qilish, ya'ni boshlang'ich qiymat bilan ta'minlash. Buni amalga oshirishning quyidagi 4 xil usuli mavjud. Birinchi, sikl orqali, ya'ni har bir elementga sikl orqali qiymat o'rnatishimiz mumkin. Initsializatsiyalovchi ro'yxat orqali, bu yerda massiv e'lon qilinganda har bir elementni kiritib borish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu misolimizda 5 ta elementli butun sonlardan iborat massiv e'lon qilingan va unga sistemning qavs orqali 5 ta qiymat o'zlashtirilgan. Har bir elementni bir xil qiymat bilan to'ldirishimiz mumkin. Bunda 5 ta elementli massiv e'lon qilingan va har biriga 0 qiymati o'rnatilgan. Keyingisi initsializatsiyalovchi orqali massivga joy ajratish. Ya'ni bu yerda biz massivning elementlar sonini oldindan ko'rsatishimiz shart emas, lekin
berilgan qiymatlar orqali massivning elementlar soni avtomatik tayinlanadi. Massiv elementlariga indeks bo'yicha kirish, ya'ni qiymat berish. Massiv elementiga qiymat berish oddiy o'zgaruvchi bilan bajarilgani kabi amalga oshiriladi. Faqat massiv nomi va to'rtburchak qovuslarda indeksi ko'rsatilishi zarur. Masalan, massiv nomi indeks va ifoda. Bu yerda 5 ta elementdan iborat butun sonlardan tashkil topgan massiv e'lon qilingan va 0-indeksdagi elementiga 20 qiymati o'zlashtirilgan. Keyin sikl orqali massivning har bitta elementiga biror bir ifoda orqali qiymat o'zlashtirib chiqishimiz mumkin. Demak, dastlab massivning faqat 0-indeksdagi elementida qiymat mavjud edi. Keyingi holatda esa barcha indeksdagi elementlarga qiymat o'rnatildi. Massiv ustida asosiy amallar. Bular massiv elementlarini konsoldan kiritish, massiv elementlariga tasodifiy qiymatlar o'rnatish, massiv o'lchamini aniqlash, elementlarni ekranga chop etish, maksimal hamda minimal elementlarini topish, massiv elementlarini saralash. Endi bu amallarning har bittasini alohida ko'rib chiqamiz. Birinchi, massiv elementlarni konsoldan, ya'ni standart oqimdan kiritish. Massivga elementlarni kiritish uchun biz takrorlanuvchi jarayonlardan, ya'ni sikl operatorlardan foydalanishimiz zarur. Massiv elementlarni kiritishda asosan parametrli takrorlanuvchi jarayondan foydalaniladi. Buning uchun bizga massiv elementlari soni oldindan ma'lum bo'lishi kerak. Bu yerda massivni kiritish algoritmi ko'rsatilgan. Massivni elementlarni kiritish uchun avval elementlar sonini va shu qiymatgacha sikl aylantirish orqali massivning har bitta elementini kiritib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda sikl uchun parametrli takrorlanuvchi jarayon, ya'ni for operatoridan foydalaniladi. Massiv elementlariga tasodifiy qiymatlar o'rnatish. Buning uchun biz rand funksiyasidan foydalanishimiz mumkin, ya'ni ixtiyoriy biror bir butun sonni tanlab olishimiz uchun rand funksiyasidan foydalanamiz va uning olingan qiymatini sikl orqali massivning biror indeksdagi qiymatlariga o'rnatib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Massiv o'lchamini aniqlash. Bu yerda misol sifatida 7 ta elementdan iborat massiv berilgan. Uning elementlar sonini aniqlash uchun size of amalidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Massiv elementlarini ekranga chop etish, ya'ni qiymatlarini standart oqimga chiqarish. Buning uchun ham biz takrorlanuvchi jarayonlar, ya'ni sikl operatorlariga murojaat qilamiz. Nimaga deganda, bizda elementlar soni ko'p bo'lganligi sababli bu qiymatlarni faqat sikldan foydalangan holda amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Massivning minimal va maksimal qiymatini aniqlash. Birinchi misolimizda massivning minimal qiymatini aniqlash algoritmi ko'rsatilgan. Buning uchun biz massivning eng dastlabki elementini minimal degan o'zgaruvchiga o'zlashtiramiz va sikl orqali qolgan elementlarni birma-bir solishtirib chiqamiz. Agar biz olgan o'zgaruvchimizdan ham kichkinaroq qiymat uchraydigan bo'lsa, massivning mana shu elementini o'zgaruvchimizga o'zlashtirib borishimiz zarur. Maksimalni aniqlash ham xuddi shunday algoritm orqali amalga oshiriladi. Faqat biz massiv elementlari orasidan maksimaldan ham katta bo'lgan elementni qidiramiz. Massiv elementlarni saralash. Saralashdan maqsad tartiblangan to'plamda kerakli elementni topishni osonlashtirishdan iborat. Saralashning tatbiqi dasturlarni translyatsiya qilishda, ma'lumotlar majmuasini tashqi xotirada tashkil qilishda, kutubxonalar, kataloglar, ma'lumotlar bazasini yaratishda va boshqalarda qo'llanilishi mumkin. Masalan, bizga quyidagicha tartibsiz holatdagi massiv berilgan bo'lsin. Bu massivni biz alifbo bo'yicha yoki uzunlik bo'yicha saralashimiz mumkin. Birinchi holatda alifbo tartibida, ikkinchi holatda esa har bitta satr uzunligi bo'yicha saralangan. Saralash ro'yxat elementlarini qiymat bo'yicha tartiblash hisoblanadi. Agar ro'yxat elementlari bir nechta maydonga ega bo'lsa, u holda ulardan saralash kaliti deb nomlangan maydon tanlab olinadi va shu bo'yicha saralash amalga oshiriladi. Saralash algoritmiga ta'sir qilmaydigan maydonlar ham bo'lishi mumkin bo'lib, ular faqat o'zida qandaydir ma'lumotni saqlaydi.
Saralashning turlari, ya'ni algoritmlari juda ham ko'p. Bulardan biz eng asosiylarini ko'rib chiqamiz. Bular qo'yish orqali saralash, ya'ni insertion sort, tanlash orqali saralash, selection sort, pufakcha usulda saralash, bubble sort algoritmi, birlashtirish orqali saralash va teskari saralash algoritmi bo'lishi mumkin. Birinchi algoritm qo'yish orqali saralash algoritmi. Bunda har bir yangi element undan oldingi qadamlarda tartiblangan elementlar bilan tekshirib chiqiladi va o'zining o'rniga joylashtiriladi. Bu algoritmning ishlash vaqti o n kvadrat, ya'ni massiv elementlari n ta bo'ladigan bo'lsa, n kvadratda amal bilan saralashni amalga oshiradi. Bu misolimizda har bitta element o'zidan oldingi barcha elementlar bilan taqqoslanadi va kerakli joyga joylashtiriladi. Solishtirish o'zidan kichik element uchraguncha davom qiladi. Agar oldida turgan element o'zidan katta bo'ladigan bo'lsa, uni surishda davom qilamiz. Va shu orqali saralangan massiv elementlari hosil qilinadi. Bu yerda ham rasmimizda massiv elementlarni joylashtirish tartibi ko'rsatib o'tilgan. Bu algoritmning dasturi, ya'ni ikkita sikldan iborat bu algoritmimiz. Dastlab barcha elementlar uchun bir sikldan foydalanamiz va inchi indeksdagi elementni x nomli o'zgaruvchiga o'zlashtirib olamiz. Keyin undan oldingi barcha elementlarni birma-bir x bilan taqqoslab chiqishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni undan kichik element topiladigan bo'lsa, break, ya'ni siklni ilamiz, aks holatda davom qilishi zarur. Bu yerda dastur natijasi berilgan. Dastlab saralanmagan massiv elementlar kiritildi va bu elementlar saralangan tartibda hosil qilindi. Keyingi algoritmimiz tanlash orqali saralash, ya'ni selection sort algoritmi. Algoritm g'oyasi massivning allaqachon saralangan qismiga saralanmagan qismidan navbatdagi eng kichik elementni qo'shib borish hisoblanadi. Ya'ni bu algoritmda massivning minimal elementi tanlanadi va shu minimal element oldinga joylashtirib boriladi. Demak, birinchi qadamda berilgan massiv, uning eng kichik elementi 2 ga teng. 2 ni birinchi joyga joylashtiramiz va qolgan elementlar ichidan yana eng kichik elementni tanlab olamiz. Bu 3 ga teng. 3 ikkinchi o'ringa joylashtiriladi. 9 3 ning o'rniga o'tadi. Keyingi qadamda yana navbatdagi elementlar ichidan eng kichigi tanlanadi va shu orqali massiv elementlari saralanadi. Bu algoritmning dasturi ikkita sikldan iborat. Har safar elementlar orasidan minimal elementni tanlab olish uchun uning indeksini bilib olishimiz kerak va shu indeksdagi element va inchi indeksdagi elementni o'rnini o'zaro almashtirib borishimiz mumkin. Bu yerda ham dastur natijasi berilgan. Keyingi algoritm pufakcha usulda saralash, ya'ni bubble sort algoritmi. Algoritm saralanayotgan massivni bir necha marta o'tib chiqishdan iborat. Har bir o'tib chiqishda ketma-ket va noto'g'ri tartibda joylashgan elementlar o'rni almashtiriladi. Ya'ni j-inchi va j+1 o'rinda turgan elementlar solishtiriladi. Agar j-inchi o'rinda turgan element o'zidan keyingi elementdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu noto'g'ri tartib hisoblanadi va ularning o'rnini o'zaro almashtirishimiz zarur. Bu yerda misol sifatida 6 ta elementdan iborat massiv berilgan. Har bitta o'tishda o'zaro qo'shni elementlar solishtiriladi va ular noto'g'ri tartibda joylashgan bo'lsa, o'rinlari almashtiriladi. Bu yerda pufakcha usulda saralash algoritmining dasturi, ya'ni bu dasturimiz ichma-ich ikkita sikldan iborat bo'ladi. Va dastur natijasi berib o'tilgan. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, massivlardan ko'p o'zgaruvchilar ustida bajariladigan masalalarda qo'llash juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Tuzilayotgan dastur optimal ko'rinishga ega bo'lishi bilan birga ixchamlik, natijaviylik aniq ko'rinib turadi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Endi massivlar ustida amal bajarish, ularning elementlarini initsializatsiya qilish, dasturda massiv elementlaridan foydalanishni misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Buning uchun biror kompilyatordan foydalanishimiz mumkin. Masalan, Dev C++ kompilyatori. Avvalambor bu dasturimizda yangi fayl yaratib olishimiz zarur va faylimizni kompyuter xotirasiga saqlab olamiz. Buning uchun avvalambor dastur matnini yozib olishimiz zarur bo'ladi. Birinchi navbatda bibliotekalar e'lonidan boshlaymiz. Bu include kalit so'z yordamida e'lon qilinadi. Bizga eng kerakli bo'lgan biblioteka bu iostream bibliotekasi. Undan keyin standart nomlar fazasini chaqirib olamiz va asosiy funksiyamiz, ya'ni main funksiyasini yozib olishimiz mumkin. Birinchi navbatda massivni initsializatsiya qilish uchun avvalambor uning elementlar turini ajratib olishimiz zarur. Masalan, butun sonlardan iborat A massivini e'lon qilishimiz mumkin. Elementlar soni 5 ta deb e'lon qilamiz va boshlang'ich qiymat bilan ta'minlaymiz. Bu usul massiv elementlarini initsializatsiya qilish deb aytiladi. Endi bu massiv elementlarni ekranga chiqarish uchun takrorlanuvchi jarayonlarga murojaat qilishimiz mumkin. Massivlarda eng ko'p qo'llaniladigan jarayon bu parametrlar takrorlanuvchi jarayon hisoblanadi. Buni 4-ma'ruzamizda o'tgan edik. Sikl parametri uning boshlang'ich qiymati, oxirgi qiymati va sikl qadami berib o'tilishi zarur. Massiv elementlari 0 dan boshlab indekslanadi, ya'ni 0-elementdan boshlab oxirgi elementgacha indekslanishi mumkin. Har bitta elementiga sikl parametri orqali murojaat qilib, hammasini SEOT operatori yordamida ekranga chiqarib olamiz va elementni ekranga chiqarganimizdan keyin bitta bo'sh joydan foydalanishimiz mumkin. Kompyuter xotirasiga saqlab olamiz faylimizni va dastur natijasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biz initsializatsiya jarayonida e'lon qilgan elementlarimiz massiv elementlari sifatida qabul qilinadi. Endi massiv elementlariga qiymat berishning yana bitta usuli, ya'ni sikl yordamida ma'lum bir qiymatlarni o'rnatishimiz mumkin. Buning uchun ham avvalambor massiv elementlari e'lon qilingan bo'lishi zarur. Masalan, 5 ta elementdan iborat bo'lgan butun sonni e'lon qildik va sikl operatori yordamida har bitta elementiga biror bir qiymatni o'zlashtiramiz. Ya'ni massivning indeksdagi elementiga ning kvadratini o'rnatishimiz mumkin. Bu yerda 0-indeksdagi element 0 ga, 1-indeksdagi element 1 ga, xuddi shunday tartibda har bitta element o'zining indeksdagi qiymatining kvadratiga ega bo'lib boradi. Endi qiymat berishning keyingi usuli, ya'ni standart oqimdan ma'lumotlarni kiritib olishni ko'rishimiz mumkin. Buning uchun avvalambor massiv elementlari sonini aniqlab olishimiz zarur, ya'ni massivga qancha element kiritmoqchi bo'lsak, xotiradan shunga yarasha joy ajratib olishimiz zarur bo'ladi. Buni izohlar yordamida dasturimiz tushunarli bo'lishi uchun izohlardan foydalanishimiz mumkin. Massiv elementlari sonini so'rab olamiz avvalambor. Va bitta butun sonni e'lon qilib, uni standart oqimdan qiymatini kiritib olishimiz mumkin. Keyin shuncha elementli massiv e'lon qilamiz, ya'ni xotiradan n ta elementli massivga joy ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi izohimiz bu massiv elementlarini kiritishni so'rab olamiz. Va sikl yordamida har bitta elementini kiritib olishimiz mumkin. Ya'ni standart oqimdan sin operatori yordamida massivning har bitta elementini kiritib olamiz. Bu yerda sikl aynan 5 gacha emas, massiv elementlari sonigacha, ya'ni n gacha
davom qiladi. Massiv elementlarni ekranga chiqarganimizda ham yana sikl n'gacha davom qilishi kerak. Bu yerda ham izohdan foydalanamiz. Massiv elementlari. Ya'ni massivning elementlari xuddi shunday tartibda ekranga chiqarib olishimiz mumkin. Dasturimizni tekshirib ko'ramiz. Demak, avvalambor massiv elementlari soni 6 ta bo'lishi mumkin. Keyinchalik elementlarni berib o'tamiz. Bular ixtiyoriy, musbat, manfiy sonlar bo'lishi mumkin. 6 ta elementni kiritib oldik va mana shu biz kiritgan sonlarimiz ekranga massiv elementlari sifatida hosil qilinadi. Bu yerda yana qo'shimcha izohlardan, ya'ni har bitta indeksga izoh berib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Kiritgan vaqtimizda massivning har bitta indeksini so'rashimiz va chiqargan vaqtimizda ham yana har bitta indeks orqali izohlardan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun massiv nomi va to'rtburchak qavslardan va indeksdan foydalanishimiz zarur. Har bitta so'rovda ma'lum bir indeksdagi massiv elementlarni kiritib olishimiz mumkin bo'ladi. Ekranga chiqargan vaqtimizda ham avval massivning biror indeksdagi elementini izohlar yordamida hosil qilishimiz mumkin. Va oxirida kursorni yangi qatorga o'tkazish belgisidan, ya'ni handle operatoridan foydalanamiz. Tekshirib ko'ramiz dasturimizni. Bu dasturimiz avvalgisiga qaraganda ancha tushunarliroq bo'ladi. Masalan, 6 ta elementli massiv elementlarni kiritamiz. Avval 0-indeksdagi element, ixtiyoriy biror sonni kiritamiz. Keyin 1-indeksdagi element, 2-indeks. Har bitta indeksni alohida dastur tomonidan so'rab oladigan qilishimiz mumkin. Bu yerda 6 ta elementli massivimiz 0 dan 5 gacha indekslanadi. Va hosil qilingan massiv elementlaridir. Har bittasini izohlar yordamida ekranga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi rejamizdagi massiv ustida amallar, ya'ni maksimal, minimal elementlarini hosil qilish algoritmlari mavjud edi. Buning uchun avvalambor massiv elementlarni kiritib olamiz. Kiritganimizda mana bu qismida yana handledan foydalanishimiz mumkin. Har bitta element yangi qatordan kiritilishi uchun. Maksimal, minimal elementlarni aniqlashimiz uchun massivning dastlabki elementini biror bir o'zgaruvchiga o'zlashtirib turishimiz zarur. Ya'ni eng dastlabki elementini maksimal, ya'ni eng katta element deya faraz qilamiz va uni qolgan elementlar bilan birma-bir tekshirib chiqishimiz, ya'ni solishtirib chiqishimiz zarur bo'ladi. Demak, maksimal va minimal elementlarimiz massiv elementlar toifasi bilan bir xil bo'ladi. Massivning 0-indeksdagi elementini maksimal nomli o'zgaruvchiga o'zlashtirib olamiz hamda sikl orqali qolgan elementlar bilan birma-bir solishtirib chiqamiz. Bunda shart operatoridan foydalanishimiz zarur. 3-ma'ruzamizda ko'rib o'tganimizdek. Demak, massivning indeksdagi elementi maksimal degan o'zgaruvchimizdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu o'zgaruvchimizga mana shu elementni o'zlashtirib olamiz. Bu yerda shart operatorining to'liqsiz shaklidan foydalanamiz. Minimal elementni aniqlash uchun ham xuddi shunday algoritmdan foydalanamiz. Massivning 0-indeksdagi elementini minimal nomli o'zgaruvchiga o'zlashtiramiz hamda sikl orqali qolgan elementlar bilan birma-bir solishtirib chiqishimiz zarur. Agar indeksdagi element minimaldan ham kichikroq bo'ladigan bo'lsa, minimalga mana shu elementni o'zlashtirib olamiz. Va natijalarni izohlar yordamida hosil qilishimiz kerak. Bu massivning eng katta va eng kichik elementlarini hosil qiluvchi dastur bo'ladi. Demak, avval massiv elementlar sonini so'rab olamiz. 6 ta element. Ixtiyoriy sonlar bilan massiv elementlarini hosil qilishimiz mumkin. Demak, kiritgan sonlarimiz ichida eng kattasi 8 ga, eng kichigi -6 ga teng bo'ldi. Asosiy darsimiz mana shulardan iborat edi. Topshiriqlarda, demak, massivlar bo'yicha topshiriqlarni bajarishingiz zarur bo'ladi.
Oltinchi amaliyot ishi. Bu amaliyot ishimiz ikkita topshiriqdan iborat. Har bittasida 20 ta misol berilgan. Demak, har kim o'zini nomeridagi misolni tanlab, ixtiyoriy bir dasturlash tili yordamida dasturini tuzib, natijasi bilan birgalikda hisobotini topshirishi zarur bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi.